Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan fiyalka haqida gaplashamiz. Fiyalkani ikkitasini bugun mana bunday chiroyli tuvakka yelim idishga o'tkazib olmoqchiman. Bu ikkalasini. Bular holati uncha yaxshi emas. Nimagadir ikkalasi mana bu tuvakda ekilgan bilan bu baklashkada ekilgani, ikkalasi bir kunda ekilgan, lekin ko'rib turganlaringdek holati bu juda ham yaxshi, bunisi unchalik emas. To'rtalasi ham bir kunda ekilgan. Bu ham juda ham yaxshi holati. Mana bunisi ham bir kunda ekilgan, lekin buni tuvakchasi uncha yoqmayotganligi uchun men almashtirmoqchiman. Bu fiyalkamga oq dog'lar tushib qolgan. Nima sababdan? Sababi suv tekkan. O'zi fiyalkalarda barigiga suv sepib bo'lmaydi. Doim tagidan poliv qilinishi kerak. Barglariga suv tekkanligi sabab mana shunday oq dog'lar hosil bo'lib qolgan. Ko'rinishi uncha ham xunuk emas. Varigatni bo'lib turibdi, lekin aslida oddiy fiyalka, bu varigatni emas. Xo'p, grunt kokosovый substrat ozgincha eritib oldim. Mana bu древесный уголь, daraxt ko'miri deyiladi. O'zbekchasiga drenaj uchun mana bunday po'kaklardan foydalanaman. Va tagida universal turpoq. Mana bu oqlari ham perlit emas, bu mana shunday po'kaklardan maydalab aralashtirib olganman. Hammasini aralashtiramiz. O'zi fiyalkalar joyi yaxshi bo'lsa, issiq joyda yaxshi ko'radi. Quyosh tikka tushayotgan joyda yaxshi ko'rmaydi. Quyoshda yaxshi ko'rmaydi. Yorug' joyda yaxshi ko'radi juda ham. Uyda harorati yaxshi bo'lsa, qishda ham, yozda ham bir xil issiqroq joyda bo'lsa, qishin, yozin yil bo'yi ochilayotgan juda ham beozor gul. Suvni unchalik ham yaxshi ko'rmaydi, lekin suv sotib olmaslik kerak. Biz oldingi kvartiramizda 6-etajda yashaganmiz. U payti quyosh obeddan keyin tushaydi. Balkonimiz derazani oldida yaxshi edi, sharoit issiq edi. Hozir biz birinchi etajdamiz. Uncha ham bu yerda sharoit yaxshi emas. Gullarimiz o'zgina stressga tushdi ko'chib kelganimizdan keyin, chunki bu yer sovuq, juda ham nam kvartira, ancha hech kim yashamagan. Biz kelganimizda juda ham namlik yuqori edi, juda yuqori edi. Hattoki kiyimlarimiz shifonerda turib nam bo'lib ketgan. Shu darajada namlik yuqori edi bu yerda. Ko'chib kelganimizda ham birinchi etajda. Biz avgust oxiri ko'chib kelganmiz. Bu yerda уже yog'ingarchilik boshlangan vaqt edi. Sovuq tushib qolgan vaqti, bilasizlar, Rossiyada tez sovuq tushadi. Biz Rossiyani Sankt-Peterburg shahrida biz hozir shunaqa gullarim anchasini yo'qotganman. Qo'llarimga qarab qoldi. Xo'p, o'zi fiyalkalarim mana shuni bitta bargidan ko'paytirganman. Bitta sortdan bargidan olib ko'paytirsangiz o'zida gullamaydi. Ozgincha oqroq aralashadi. Menda bor fioletoviy svet, yarki fioletoviy svet bor. Har doim bargidan ko'paytirganimni gullasa ozgina boshqacha bo'lib gullaydi. O'zida gullamaydi. Hozir bular gullagani yo'q, chunki o'sha avgustda gullagani, ko'chib kelganimizdan keyin o'zini juda ham yomon his qilgan. Men bularni yoshartirdim. Gullarini to'kib yuborib, barglari chirishni boshladi. O'zi nima desam, qanaqa bo'shashib, juda ham yomon holatga tushib qoldi. Sразу men bo'shatib oldim tuvaklaridan. Ham qarigan edi ko'pisi. Yoshartirib oldim. Yoshartirish juda ham oson fiyalkani. Hozir ko'rsataman.
Fiyalkani yoshartirish juda ham oson, sababi Bismillahirrohmanirrohim. Grunti juda ham yaxshi ekan bu fiyalkamizni. O'zini ishlatsam bo'ladi, o'zi yaqinda пересадка qildim. Lekin mana shu idish yo'qmi turibdi. Fiyalkani yoshartirish juda ham oson. Eski tomirini kesib taylaysiz, tagini polni tozalab olasiz, suvga solib qo'yasiz. O'zi tezda ildiz chiqaradi. Ekib olasiz, tamom, yosharadi. Fiyalka unaqa injiq emas. Mana shuni ham yoshartirib olganman. Hammasini yoshartirib olganman, o'sha o'zini yomon his qilib, yomon ahvolga tushayotgan vaqtida. Boshladik. Tagiga drenajni solib olamiz. Menimcha ozgina kattalik qiladi bu tokchamiz, mayli. Kattalik qilsa ham uzun turpog'ini solaman, chunki uzun turpog'i juda ham yaxshi turpoq. Yaqinda almashtirganman o'zi. Hech qanaqa kasalliklari yo'q, ishonchim komil. Uzun turpog'ini qaytib solib olamiz. Fiyalkamizni ham o'zi tomiri unaqa ko'p bo'lmaydi, menimcha holati yaxshi. Yomon deb bo'lmaydi. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'q? Qop-qorong'i bo'lib. Yana ozgina solishimiz kerak ekan. Fonarni yoqib oldim, telefonni ko'rmagani uchun. Mana shunday ikki olamiz. Taklarini bosib. Ozgina turpog'i yana kamlik qildi menimcha. Suv olish kerak. Daraxt ko'miri yordam beradi. Tomirlarni chirimasligiga, har xil kasalliklar boshlanib ketmasligi uchun yordam beradi daraxt tomiri. Iloji boricha hamma xona gullari yengil turpoqni yaxshi ko'radi. Qancha gruntingiz qancha yengil bo'lsa, gul o'zini shuncha yaxshi his qilib, shuncha yaxshi o'sadi. Mana shuni ikki olamiz. Fiyalkalarni poliv qilganni ham, suv solganni ham iloji boricha tagidan suv solish kerak. Bariklariga aslo suv tegizmaslik kerak. Bariklariga suv tegsa, mana shunday holatga tushishi mumkin. Lekin buni hech ham olgim kelmayapti. Chiroyli, rosa chiroyli o'syapti. Mana shu xunuk tishi yoqmay turibdi. Mayli. Boshlab olamiz, bismillah deb. Hali ochilmadi, ochilmasdan tuqizib olsam, gullamasidan tezda o'zini o'nglab oladi. Gullagan vaqt iloji boricha gullarni bezovta qilmaslik kerak. Chunki gullarni to'kib yuborishi mumkin. Gullagan vaqtda gullarni kuchi o'sha guliga qaraladi. Agar tomiri ochilsa, tezda stressga tushib, nobud bo'lib qolishi ham mumkin. Fiyalkamiz rosa zo'r ekan. Tomirlari ham, turpoqlari ham. Lekin mana bunaqa muqsifagim ekan, nima ekan bu? Grunti unchalik yomon emas, mayli. Lekin o'zim solmayman.
tayyorlab olgan gruntimdan foydalanamiz. Xudo xohlasa O'zbekistonga ketsak, avgust oxiri sentyabrlarga ketmoqchimiz. Agar ketsak, o'zim bilan birga olib ketmoqchiman gullarimni. Nasib qilgan bo'lsa albatta, Xudo xohlasa. Ularni ham hammasini video qilib, jarayonlarini ko'rsatib boraman. Hammasini ko'rsataman. O'zini qanaqa qilib his qildi, o'zi olib ketishda iloji bormi? Menga o'xshab Rossiyada gullarni o'stirganlar ko'p. Fiyalkamiz juda ham yaxshi ekan, tomirlari ham zo'r ekan. Menimcha u fiyalkamiz unaqa zo'r emas, o'shaning uchun ham yo'q solmadi. Bu ozgina to'pog'ini bo'shatishimiz kerak. O'shaning uchun ham ko'rinishi yaxshi emas ekan. Bu fiyalkamizni tomirlari zo'r bo'lib o'sgan ekan, ko'z tegmasa. Gruntlarimiz juda ham quruq hozir. Ozginchadan tagiga suv solib qo'yaman. U darajada sug'ormayman, oz-ozdan suv solib qo'yaman. Ertadan keyin yaxshilab poliv qilib, stressga qarshi stress solib qo'yaman. Aralash qilib sepib qo'yaman. To'rt kun oldin, chunki stressga qarshi adashmasam sirkon sepganman gullarimni tayyorlab, ham bargiga, ham ildiziga. O'shaning uchun tez berib bo'lmaydi gullarga. Udobrenyalarni eng yaxshisi har 10 kun, 15 kun, iloji boricha eng uzog'i, eng yaqini bir haftada berish kerak. Mana ikki o'rnim taklarini bosib chiroyli to'xchaladi. Ikkita gulimiz tayyor. Xo'p, mana bu murskoy счастье. Buning ichida ikki xil sort. Mana bunisi eng kichkinasini yaqinda Avitodan sotib oldim. Bir ayol qo'ygan ekan, juda ham arzon. Tekinga desa ham bo'ladi, lekin yarki gullaydigan qizil rangli. Mana o'zimdagilar bu qizil, lekin unaqa yarki qizil emas. Shuning uchun qip-qizil gullaydiganni ham xohlaganman. Buni tomirlari bor edi. Tomirlagan yaxshi tomirlari bor edi, lekin men unaqa solib ko'rdim. Karnavin solib, suvga karnavin solib, bir kun qo'yib, keyin karnavinni suvini to'kib tashlab, yana oddiy suvga solib qo'ygan edim. Lekin afsuski, mana shu chiqargan, mana shu yerda hamma yo'g'ida tomirchalari bor edi. Mana shu chiqargan tomirchalarning hammasi chirib qoldi. Nimagadir. Yo o'sha karnavinni ko'plik qildi, yo umuman kerak emas ekan karnavinlik suvga solib qo'yish. Mani xatoyim bo'ldi menimcha. Mayli, bu ham beozor, tezda tomir chiqaradi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, hozir
mana bu yerda уже boshlagan. Mana bu yerda yana tomir chiqarishni boshladi. Bu ikkalasini suvga solib qo'yamiz yana joyiga. Aktivirni ugl solganman. Karnavenlik suvini to'kib tashlab. Mana bu malyusinki gulchamizni bugun ekib olamiz hozir. Tomirlar juda ham kichkina, no shuning bo'lsa ham. Shuni stakanchaga ekib olmoqchiman. Taglari уже kesilgan. Hamma yo'li kesilgan tagi. Shu stakanga ekib ko'rmoqchiman. O'zgarishlar qanaqa bo'lar ekan? Tagiga drenash qilib solib oldim. Ozgina tuproqimizdan solib ekib olamiz. Men ataydan mana shunday qilib ekib olmoqchiman, чтобы ko'rinib turish uchun chakkarog'iga. Tomirlari qanaqa rivojlanyapti, qanaqa o'syapti, o'shani ko'rib turish uchun mana shuni chakkasiga ekib olmoqchiman. Chunki gulcha juda ham kichkina. Nobud bo'lib qolmasligini uchun. Agar nobud bo'layotganini ko'rsam, o'smayotganini, tomirlarida chirish bo'layotganini ko'rsam, darovdan chiqarib olib suvga solib qo'yish uchun. Bu stakan nimaga yaxshi? Ham teplичка yonlari sovuqdan himoyalanadi. Ham teplичка sifatida. Bu tomirlarni bemalol mana shu yerda ko'rinib turibdi, mana bu yerda tomirchasi shunga qarab, agar shu o'sishni boshlasa, demak gulimiz o'zini yaxshi his qilyapti. Agar shu rangini o'zgartirsa, demak tezda olib buni suvga solib qo'yish kerak bo'ladi. Mana shu holatda ekib olaman. Buni stakanni tagiga yana bitta stakan solib qo'yamiz. Suvga solgan payti tagidan tushib ketmasligi uchun. Bu gulimizga mana shunday qilib sprey qilib qo'ysak yetarli. Unaqa ko'p suv sovurish shart emas. Mana tayyor. Kunduz kuni ham ustida mana shunday sprey qilib tursak, juda ham yaxshi ko'radi. Agar issiq bo'lib ketsa, bizning O'zbekistonimizda yozlik kunlar juda ham issiq bo'ladi. Yozlik kunlari Rossiyada unchalik emas, o'shaning uchun har zamonda barglariga sprey qilib turaman. Gullarimizni ham ekib oldik, endi bo'ladi. Oz-ozdan poliv qilib, o'zi bu fiyalkalarimni ham suv solishim kerak, suv solgan. Oz-ozdan suvlarni solib olib qo'yamiz, gullashini kutamiz. Kanalimga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lishni unutmang. Kamchilik, xatolarim bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringni yozib qoldiringlar. Bilmagan narsalarim bo'lsa, yozib qoldiringlar, sizlardan o'rganaman. Agar nimadir sizlarga aytib o'z bilimim bilan ulashgan bo'lsam, juda ham xursandman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.